ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىك مەسلىھەتچىسى جيېك سۇللىۋان ۋە خىتاي مەركىزى تاشقى ئىشلار كومىتېتى ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى جيېچىنىڭ بۇ ھەپتە شىۋىتسارىيەدە يۈزتۇرانە كۆرۈشىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Parijda Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan ko'rishdi. Avstraliya Fransiya bilan imzolangan suvosti paroxti kelishimini amaldan qoldirib, Amerika va Angliya bilan hamkorlik o'rnatganda yuz bergan krizisdan keyin Fransiya prezidenti Emmanuel Makron tunji qatim Amerikaning bir yuqori darajalik amaldori bilan yuzturani ko'rishdi. Sharqi Turkistonda 10 yil vazifa o'tagan, keyincha Yevropada panohlangan bir Xitoy saqchi amaldori Amerika matbuotlarining ziyoratini qabul qilganda, ularning qo'lga olgan Uyg'urlarni o'zlarining jinoyatini ixro qilg'icha qiynaydiganligini bayon qildi. U qo'lga olgan Uyg'urlarning ayblangandek oshqin emasligini ta'kidlagan sobiq amaldor, Shinjong urush rayoni emas, bu kishilar bizning fuqaromiz, ular chet ellik, dushman emas dedi. Kanadadagi yaqinqi tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, bu davlatga emgak kuchiga bo'lgan ehtiyoj kun sari oshmoqda. Kanadada emgak kuchiga bo'lgan ehtiyojning eng cho'ng sahiya sohasida ko'rilganligi o'tirib qo'yildi. Egilanishicha, Xitoy virusining tarqalishi navbatdagi emgak kuchi ehtiyojini og'irlashtirayotgan. Xabar qilinishicha, Hindiston Rossiyadan S-400 havo mudofaa sistemasini sotib oladi. Tunji boshqarilgan bomba va batareya bu yilning oxirida yangi Dehliga yetkaziladi. Tayvan davlat mudofaa ministri Jyang Xitoy armiyasining nurg'un aeroplani Tayvanning havo mudofaa rayoniga xiloflik qilgandan keyin Tayvan bilan Xitoy o'tturisidagi ziddiyatning 40 yildan buyon ko'rilib boqmagan darajada kuchayganligini bildirdi. Tokyo 2020 Olimpiki tashkiliy komiteti 2021 yili 7 oydan 9 oygacha bo'lgan oralıqda hakkerlarning nishoniga aylangan bu xalqaro musobaqadagi to'r hujumi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bayonotga asoslanganda 23 iyul Tokyo Olimpik tanarkat musobaqasi boshlangandan tortib 5-sentabr Miyipla Olimpik tanarkat musobaqasi oxirlashganga qadar rasmiy to'r bekat va musobaqa sistemasiga qarshi taxminan 450 million to'r hujumi elib berildi.